ijara shartnoma yozma ravishda bo'lishi kerak va tavsiyam shuki, ijara shartnomani notarial tasdiqlatib qo'yish kerak bo'ladi. O'shanda qonuniy yuridik kuchga ega hujjat sud tomonidan va boshqa davlat organlari tomonidan tan olinadigan yuridik hujjatga aylanadi. Endi ijara shartnomada barcha shartlar ko'rsatiladi. Ertadan keyin nizo chiqmaydi o'shandan keyin. Masalan, ijara shartnomaning muddati 6 oy muddatmi 1 yilgami, miqdori, to'lov miqdori, qaysi oyda, qaysi kunida berishligi, Endi keltirilgan zararlar, masalan, uyda ta'mirtalab qilib tashlaydigan bo'lsa, mashinaga agar yaroqsiz qilib qo'yadigan remontlar bo'ladi-ku, o'shanda kim tomonidan qoplanishi kerak? Aksariyat holatlarda ijaraga oluvchi tomonidan qoplanadi. Masalan, o'zi yashab turgan vaqtda kuyib qoldi bironsa nima, lampochkalar almashtirish kerak bo'ladi, smesителlar buzilib qoldi, boshqa hokazo holatlarda o'zi almashtirish kerak. Mana shu shartlar bandda yozilgan bo'ladi. Shartnomani bandlarda bo'lishi kerak. Chunki ijara yashab turgan vaqtda o'sha yetkazilgan yaroqsiz holatga keltirilganda ta'miri ijaraga oluvchi tomonidan qoplanishligi o'sha bajarilishligi ko'rsatadi. Masalan, mashinada ham buzilib qoladigan bo'lsa, remont qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, yo birorta zapchasini, birorta jihozini almashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi almashtirish kerak bo'ladi. Endi yoki nimadan ijara beruvchi almashtirib beradigan bo'lsa, ijara haqqidan ayirib yuborish, chegirib yuborish kerak bo'ladi. Agar o'sha ijara oluvchining aybi bilan bo'lgan bo'lsa. Endi o'shaning uchun hamma holatlarda ijaraning shartlarini kerak bo'lsa, mana holatlar, har xil holatlar bo'lyapti. 2 yil, 3 yil mashinani minishyapti. Katta jarimaga tushib qolyapti, o'zi ketib boryapti Rossiyaga. U ijara mashinaning egasi o'zi to'lashga majbur bo'lyapti, chunki bu yerda shartnoma yo'q. Majburiyat kimga yuklatilganligi ko'rsatib o'tilmagan. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun albatta hamma nimasini kerak bo'lsa, garovga narsa olib olish kerak yoki bir sug'urtalab qo'yish kerak. Shunaqa